2025 10 may. Assalomu alaykum, xush omaded ba kanali Bozor va biznes. Imroz yangi navori mo dehi Farmoqurg'on narx navoiy Govi Gusfando ra mebrorیم. لایک و подписка را زیر کردن فراموش نکنید. مرحمت تماشا میکنیم چند پولی شده است. یکم بقا 14000 اصلا سامون کرده است. دادگی نیست. نداده است. اینجا سودا رفته است. من سودا است که دیدم منش اون طور من بیشی سامانگه سودا قلشیابdi berishgani yo'q. Mana shu navosdi. Hozir ko'ramiz qani qanchaga chiqqanini videorolikni oxirigacha kuzatinglar. Qancha chiqqanini batafsil ma'lumot beriladi. این موقع باشد 22000 so'm ba nadovat 22000 so'mga berishmadi. Mana shu navosdi 22000 so'mdan qaytdi. Mana shu navos. Bu navosni narxini hali chiqarishmagan ekan. Narxini qancha chiqqanini videorolikda oxirida aytib o'tamiz. Hozir batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz va ko'ramiz qancha narx qilar ekan. Men bu qora yagon narx kardagan استای می‌بینید چند پول میکنن. videorolik oxirida گفتم میگذاریم چند پول میکنن. Men bu qora yagon narx kardagan استای می‌بینیم چند پول میکنن. Buni biron bir narx qilmagan ekan. Hozir ko'ramiz qancha qiladi mana shu navosda. Mana shu unojunda 10000 so'mga savdo qilishdi. 10000 so'm bor men unojunda savdo qildi. Yema? Olardi. Ko'chakami? Ha. Rasa ketdi. 10000 so'm. Qolmadi ma'lumki. Taksi bo'ldi, qolmadi, qolmadi. unojunda bo'lsa 1800 so'mga savdo qildi. Nadodonimi unojunda 9800 so'm. 9800 so'mga mana shu unojunda savdo qilishdi. Berishgani yo'q. 98 ga bermadi. Mana shu serda ina balani o'tgan safar o'tgan bozor 10000 so'm qilishgan, berishgani yo'q egasi. Bu safar 7000 so'm qilishibdi. Mana shu balasi bilan 7000 so'm kirdi, ya'ni bachashqati. Mana mena 7800 so'm bor. Mana men g'unojin savdo shu 7800 so'mga mana shu g'unojinda savdosi bo'ldi. Kimga yoqqan bo'lsa videoroligimiz like va podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarimizda narx-navolarni gaplashamiz. Mana men sira narxosha 1400 so'm savdo qildi. 9400 so'mga mana shu serda savdosi ketyapti. Bu ser Jamshid akani seri bo'ladi. Kim Jamshid akani tanisa bitta laykni bosib qo'yinglar. Mana bu yerda savdo ketyapti. Mana bu yerda mana shu boyaga mana 9400 so'mlik molda savdosi ketyapti. Mana shu Jamshid akani taniydiganlar bormi? Bo'lsa bitta laykni gumburlatib qo'yinglar. Farmon qurg'onliklar. Mana shu 9400 so'm. Mana shu g'unojinga keladigan bo'lsak 6600 so'mga mana shu g'unojin savdo bo'ldi. Azzaka oldi mana shu 6600 so'mga. Mana ayin boshad 11000 ba nadorayni sira men bachash nestay to'q xadishay 11000 ga mana shu serda berishmadi. 11000 so'mdan qaytdi mana shu ser. Muzaffar tog'ani sigiri. Muzaffar tog'a tuchani qarovlini seri. Men bu qobosha peshtasdagi savdoshdagi nestay to'g'rida turgan navoz savdosi bo'lgani yo'q. Ularning hali savdosi hali pishgani yo'q. Hali savdosi qancha yetib ketdi hozir ko'ramiz.
Bu navoz bo'lsa 14,5 ming so'mda turibdi. Hozir ko'ramiz, yana bu yerda savdosi ketyapti navoz. Qanchaga bo'lishini videorolikda oxirida ko'rsatib o'tib ketamiz. Qanchaga chiqadi mana shu navozning savdosi. Bu yerda navozlarning savdosini ko'ramiz hozir. Ayın boşa 8,900 so'm bor anamin savdokar dodaga nestanini g'unujini 8,900 so'mga mana shuni savdosi bo'ldi, berishgani yo'q. Mana shu g'unujinda. 109.000. Mana. Ayınca boşa anamin So'başın seta boqa birovardagi seta boqara ana peshta sudagi ana seta 54,000 so'mga savdo qilsa, nado desta nami seta boqara. 7.000 so'm. Mana shu 4 ta, mana shu 3 ta navozda 54,000 so'mga berishmayapti. Ayınca boşa chiqaroy mayda ovardagi yak donasha 2200 so'm qadesda. 2200 so'mdan qilyapti mana shu qo'shqorchalarni. Mana bu yerda turgan mana shu qo'shqorchalarni 2200 so'mdan qilishyapti. Narxlar qanday? Farmonqo'rg'on narxlariga bir kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Narxlar qanday? 200 dan savdo bo'lyapti. Farmonqo'rg'onlar kuzatib turgan bo'lsa, layklarni bitta layk bosib qo'yamiz. Podelitsiya qilib Farmonqo'rg'onliklarga videorolikni ulashib qo'yamiz. Layka zerkardan farmoshni qilmayt. Yana men chiqaro ham xili mayda 2200 so'mni tushirasizlar. Mana bu yerda boyaga navosda 14,500 so'mga savdo qilgan navosda savdosi ketyapti. Mana Rayim Dallov, Rayim tog'im savdo qilyaptilar. Narxi 100 kam 15,000 so'm bo'ldi. 100 kam 15,000 so'mga savdo bo'ldi mana shu. Hozir ko'rsatib o'tamiz shu navosda qancha qilinganligini. 100 kam 15,000 so'mga berildi. Sat kam 15,000 so'm bor. Ana men buqa savdo shud 14,500 so'm bu. Bugungi sana 2025-yil 10-may shanba Farmonqo'rg'on mol bozorini video syomkasidan shu yerda yakunlaymiz. Like va podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar. Farmonqo'rg'onliklar bo'lsa, Farmonqo'rg'onliklarga videoroligimizni tarqatib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bozor va biznes kanalidan uzoqlashmanglar.